7 kunlik chellenjimizni 5-kuni 20 kilogramm vazn tashlashni o'zi bo'lmadi qizlar. Ideal vaznimga yetish uchun yana 20 kilogramm vazn yo'qotishim kerak. Hozir esa sizga chellenjimizni 5-kunida nimalar yeyish mumkinligini aytib o'taman. Ertalab uyg'ongach, yarim soatda tanaga oqsil beramiz. Bu safargi nonushta uchun sizga tvorog va tuxumdan ajoyib bir yegulik tayyorlab ko'rsataman. Tvorogga 2 ta tuxumni qaynatib solib ezib olamiz. Ozgina ko'k piyoz solamiz. Iceberg karomga tayyorlagan massamizni solamiz. Bodring, sariq bulg'or qalampiridan ham foydalandim. O'raymiz va mazali nonushtamiz tayyor. Obedga 1 tarelka shovla va 1 tarelka salat. Kechki taom o'rnida 2 ta kiviga yarim ta limon suvi va 1 choy qoshig'ida zig'ir urug'ini solib, smuzi qilib ichamiz. Yoqtirgan kiyimingiz sizga kichkina bo'lib qolgan bo'lsa, oynaga qarab qomatingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, 25-aprel kuni boshlanadigan marafonimizga sizni taklif qilamiz. Marafonga yozilish uchun profil shapkasida adminga murojaat qiling. Nonushtani boshladik. Bismillah.